Navbatdagi bemorimiz 54 yoshda, silikoz kasalligi 3-daraja bilan bizga tashrif buyurdilar. Bemorda hansirash, nafas yetishmovchiligi, kislorodsiz uxlamaydilar. Bemorda hozir sanatsiya bronxoskopiya qilib, bemor maxsus dorilar bilan o'pka, traxeya bronxlarini yuvib tozaladik, sanatsiya qildik. Undan tashqari bemorda rentgenda ko'rib turganingizdek soyalanish bor edi. Shuning uchun biz bronxga o'sib kirgan to'qima, shubhali to'qimadan namuna oldik. Bu namuna gistologiya xulosasidan keyin qanaqa o'sma turi aniqlanadi. Bemor sanatsiyadan keyin ko'rib turganingizdek ancha yaxshi, nafas olishlari erkin. Navbatdagi bemorimiz 54 yoshda, silikoz kasalligi 3-daraja bilan bizga tashrif buyurdilar. Bemorda hansirash, nafas yetishmovchiligi, kislorodsiz uxlamaydilar. Bemorda hozir sanatsiya bronxoskopiya qilib, bemor maxsus dorilar bilan o'pka, traxeya bronxlarini yuvib tozaladik, sanatsiya qildik. Undan tashqari bemorda rentgenda ko'rib turganingizdek soyalanish bor edi. Shuning uchun biz bronxga o'sib kirgan to'qima, shubhali to'qimadan namuna oldik. Bu namuna gistologiya xulosasidan keyin qanaqa o'sma turi aniqlanadi. Bemor sanatsiyadan keyin ko'rib turganingizdek ancha yaxshi, nafas olishlari erkin.